Men Bahrom Asirjon Ne'matovich, Namangan viloyati Uchtepa rayon Jidaka qishlog'idanman. Va bel halqa rejasi bilan 15 yillar atrofida og'rirdim. Ko'p joylarda davolanganman bunday muassasalar ko'p avvalo. O'tgan yil mart oyida nihoyatda kuchayib ketdi. Majbur bo'lib o'g'illar shu yerni topishgan edi. Keldik, operatsiya qilishdi. Nihoyatda yaxshi chiqdi, lekin bitta halqada ikkita edi menda. Bir tomonni qilishganda mana 1,5 yil deganda ikkinchi tomon tortib qoldi. O'sha halqani tozalashdi. Mana endi nihoyatda yengil yaxshi kechqurun operatsiya bo'ldi. Mana hozir yuribman. Og'riqlar yo'q. Butunlay qoldi. Chap oyog'ini butunlay qo'yib yubordi. Xursandman juda. Menga o'xshagan bemorlar bo'lsa kelsa, nihoyatda vrachlari, sharoiti, muomalalari hamma joyida juda ham yaxshi. Tavsiya qilaman.